Hammalaringizni yaqinlashib kelayotgan bayramni tabriklaymiz. Bahoriy bir go'zallik, latofatlaringiz hech qachon tark etmasin. Jamiki shu xonadonlaringizda xotin-qizlar bor. Bizni tabrigimizni, jamoamizni tabrigini, shu mehrimizni yetkazib qo'yasizlar degan umiddamiz. Yaxshi ishlang, sog'lik, salomatlik. Xatar bilan kecha kunduz yonma-yon turding. Charchasang ham bildirmading, yugurding, yilding. Kimdir rahmat dedi, kimdir og'ritdi diling. Sen aziz va muqaddassan, muqaddas ayol. Bugun biz juda ham ayollar jamoasi xursandmiz. Bugun bizni boshlig'imizga tabrikladilar. E'tiborlari uchun, e'tiroflari uchun katta rahmat aytamiz. Shu yerda ishlayotganimizdan juda faxrlanamiz. Sen aziz va muqaddassan, muqaddas ayol. Sen aziz va muqaddassan, muqaddas ayol. Sen aziz va muqaddassan. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Salomatlik yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshilayapsizlarmi? Hammalaringizni yaqinlashib kelayotgan bayramlaringiz bilan, butun jamoamiz nomidan, o'zim nomidan, oilamiz nomidan sizlarga muborakbod etamiz. Iloyim shunaqa bayramlarni ko'p nishonlab, shu sizlarni qayta kelib tabriklash, tez yo'qlab turish nasib qilsin. Uyda qolib yaqinlarim duo qilgan sen, har sohada o'z ishini raso qilgan sen, farzand uchun shirin jonin fido qilgan sen. Sen aziz va muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Sen aziz va muqaddassan. Kutmaganidek rahmat aytaman. Kasbimdan faxrlanaman. Shu yerda ishlayotganimdan, vaqtingizga sog' bo'linglar. Rahmat. Bahor seni sog'inibdi, aytdi bizlarga. Yuragingni to'ldirarkan mehrga, nurga. Bugun senga xizmatdamiz, u bilan birga. Sen aziz va muqaddassan, muqaddas ayol. Sen aziz va muqaddassan, muqaddas ayol. Sen aziz va muqaddassan, muqaddas ayol. Muqaddas ayol.